Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Andrologiya tibbiyot markazida navbatdagi bemorimizni uylariga ruxsat beryapmiz. Bemorimiz 3 kun avval klinikamizga prostata bezi adenomasi va siyishdagi muammolar bilan siydiklarini tomchilashiga kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib kelganlar. Chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkazganimizdan so'ng prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi 3-darajasi, ya'ni prostata bezi adenomasi aniqlangan. Va shundan so'ng bu bemorimizni prostata bezlarini Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan 150 vatlik kuchga ega bo'lgan eng zamonaviy lazer apparati yordamida prostata bezlarini olib tashladik. Bu oltin standart hisoblanadi prostata bezi adenomasida. Mana bemorni 3 kundan keyin uylariga ruxsat beryapmiz. Mana holatlarni o'zlaridan eshitamiz. Ekranda o'zimni ko'rib turdim, qaytaman operatsiya qilayotganini. Juda yaxshi, og'riq yo'q. Mana bugun 3 kun bo'ldi, javob berishdi. Doktorlarga rahmat. Tashakkur bildiraman. Beyda Abbosxon, mana bu ukamiz. Doktorlar hammasi yosh mutaxassis professorlar ekan. Agar kimda shunaqa muammo bo'lsa, qo'rqmasdan kelib operatsiya qildirsanglar bo'laveradi. Beyda hattoki yosh bolalardan tortib, chaqaloqlardan tortib 90 yoshga yetgan otaxonlari ham, onaxonlari ham hammasini operatsiya qilyapti. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Rahmat, tashakkur bildiraman. Ming marta rahmat. Dunyoga yangitdan qaytib kelganda bo'ldi.